Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan men o'sha Word Gaming bugungi video olamizda. Sizlar bilan 100 kun survival olamiz. Unda qilayotgandik. Birinchi navbatda har doimgidek daraxt kesishdan boshlasa kerak. Hamma odam menimcha daraxt kesishdan boshlaydi survivalda. Albatta boshqa narsadan boshlaydigan odamlar bor, lekin aksariyat 90% odamlar shuna boshlasa kerak. Daraxtni tezroq chopib olsak. Mana shuni chopaman, bo'ldi. Qolganiga menimcha bo'yim yetmasa kerak. Yetmasa kerak, ayqani. Ya. Amal qilmaydi. Birinchi navbatda biza verstak yasab olishimiz kerak bo'ladi. Verstak yerga qo'yamiz va birinchi navbatda cho'p va kirka yasab olishimiz kerak. Qochishlar uchun uzr so'rayman. Keyin o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar, endi qochishlar bo'lib turadi. Endi buni sindirib olish kerak. Endi toshga olib chiqish kerak, pastga tushib. O'zi ikkinchi savol tosh menimcha tog'li joydaman. Normal joyda spawn bo'ldim menimcha. Lekin tayga biyom yomon biyom emas. Xullas yaxshi, yomon emas. Qoniqarli biyomdan spawn bo'ldim. Endi 13 ta tosh va toshlik kirka yasab olsam ham bo'ladi menimcha. Endi buni sindirib olish kerak, yana ozgina tosh. Menimcha yetarli deb o'ylayman. Verstak sindirib endi chiqib ketaman. Bitta o'zi qilayotgan ishim ham qolmadi-da. Chiqib ketsam mana bo'ldi. Qo'yib ketay. Shuncha chuqurga olganimiz yarasha ekologiyani zaharlamaymiz desam, mana yerda kema. Kemaga nima bor bu yerda? Bitta kemaga nima bor? Ota yodiming bro. Ota yodiming, kemaga nima bor bu yerda? Kemada nimagadir o'xshaydi, ko'rmayapman. Sandiq ko'rmadimcha, sandiq bo'lsa kerak. Yo, bu kema qanaqa struktura bu? Savol kema bo'lsa kerak. Mayli, chiqib olmayapti. Mana shuni, yo'q, menimcha men uni sindirib chiqsam, bo'ldi, mashina sindirib chiqsam bo'lar ekan. Xullas endi chiqdim. Bu menimcha cho'kkan kema, qanaqa struktura bu? Xullas, ishtimay bo'lgan ichida bo'ldi bitta. Ketaman, menimcha kerak emas. Juda hishmi kema kimga kerak bu savolda? Bitta surish kerak endi. Uzoqqa borib, buni biyomda taygada qishloq kamdan kam, shuning uchun ketaverish kerak boshqa biyomga. Mayda ko'mir ham ko'rdim. Omadliman-da, omadliman. Hazil bu. Juda unchalik omadli emasman. Lekin omadsam emasman. Neytralman-da. Endi birinchi navbatda men uni ham yasashim kerak-da. Nima yerda? Kirka, yo'q, kirka emas, tapor. Tapor degan yo'q ekan hali. Isman chiqib qolib ketibdi, tapor. Endi bu yerda rostdan ham ketsa bo'ladi, endi tovuq. Ovqat albatta kerak bo'ladi. Kimga ham kerak bo'lmaydi ovqat? Hammaga ovqat kerak. Albatta hammaga ovqat kerak bo'ladi. Tovuqni ham ularib tashladim, buni ham qochishini qaranglar buni. Qochishini qaranglar. Quyondan battarku bu. Quyonni ham o'ldirardim. Bitta tovuq uchun g'orga chiqib tushib shuncha vaqtim ketkazdim. Buni vaqti to'rtta sigir o'ldirib qo'yganlarmi? Voy. Bunaqa biyomdan ish chiqmaydi-da, bunaqa biyom. Qishloq ham bo'lmaydi bunaqa biyomda. Bo'lishi mumkin, endi chekkaroqda, shu biyomni chekkaroqda bag bo'lib shular spawn bo'lib qolgan bo'lishi mumkin boshqa biyomlarda. Lekin ancha spawn bo'lmasa ham kerak, bitta qishloq yo'q menimcha bu taraflarda. Qo'ylar, mollarni o'ldirib olishim kerak. Nima o'sha tovuqni, bitta tovuqni ushlagandim. Mana shu bitta tovuqni ushlaydigan vaqtim uchta sigirni o'ldirib bo'ldim-da. Shuning uchun ham tovuqdan ko'ra to'yimli-da bu molni, uni qo'y, qarang, qo'y sigirni go'shti.
Nimadan qanday tushunaman? Oson. Qiyin joyi yo'q. Qiyin joyi yo'q tushishda. Okey. Bir amalab tushib olaman. Qiyin joyi yo'q. Shunchaki oson tushib ketaveramiz. Xullas, endi ketaveramiz. Boshqa nima ham qilardik? Xullas, endi to'xtanglar, men hozir kema qayiq yasab, men bitta surish kerak, bitta ish chiqmaydi bu yoqdan. Qayiq, albatta mana ko'rib turganingizdek yeppa yetarli. Yangisi surilib topdim, xullas yetarlicha bor ekan qayiq uchun. Aynan 5 ta qayiq uchun yetarlicha taxtam bor ekan. Xullas, endi pechkani ham solib, albatta pechkaga solib, endi mana ovqatlarimni pishirib olishim kerak, sababi qornim ochib qoladi yo'lda albatta, sababi ancha uzoq yo'lga ketyapman. Xullas, albatta, ovqat pishirib olish kerak-da baribir. Versakni ham sindirib oldim. Endi uni pishishini ham kutish uchun bir uzoq narsa-da, uni yeb oladi. Xullas. Bo'la, qaranglar. Men ovqat pishgandan keyin spam qilaman. Ovqat pishgandan keyin videoni yoqaman-da, xullas. Hali bir ovqat pishmaydi mana. Hamma ovqatlarni pishirib oldim. Endi bittadan ketsam ham bo'laveradi. Bemalol bittadan ketaveraman. Endi qayiqqa o'tirib surdik. Kattaroq okeanga chiqish kerak. Bitta daryoda yurgandan foyda yo'q. Shuning uchun tezroq ketish kerak bittadan. Juda ham qattiq qotyapti. Nimagaligini bilmayman lekin. Yoqmayapti o'zim. Sizlarga ham yoqmay turgan bo'lsa, uzr so'rayman. Muammo menda emas, ayb menda emas, kompyuterda. Endi kuchli emas kompyuter. Albatta sizlar qo'llab-quvvatlasalar, albatta yangi kompyuter olganimda sifatliroq qilish harakat qilaman videolarni. Albatta yangi kompyuter, yaqinda yangi kompyuter ham olsam kerak. Lekin amallab turibman-da hozircha. Amallab turish kerak bu kompyuterda ham. Bekor o'tirmash kerak. Menimcha, bu Minecraft'im qotgani yo'q hozir. Menimcha videoga shuna tushyaptimi, bilmayman. Lekin juda qotgani ham yo'q. Video zapis yoqqanim uchun menimcha qotgandek. X-ray. Tekin X-ray. Xo'sh. Tayyor X-ray bor. Kema topish uchun ketganim yo'q men. Sababi hozir kema kerak emas, menga birinchi navbatda qishloq topish kerak. Cho'l topdim, mana shuning uchun cho'lda to'xtasam bo'ladi. Cho'lda tushaman. Avtobusga ketib turganda cho'lda tushaman deyapman. Nima degan gap bu? Xullas, endi tezroq ketish kerak, tezroq yurish kerak, sababi hozir kecham tushadi. Kech tushgandan keyin zombilar bilan urushishga, xullas erinmayapman endi. Zombilar bilan urushib o'tirgandan ko'ra kechda o'tkazib olgan yaxshi. Hozircha bu taraflarda qo'y bo'lmaydi menimcha. Shuning uchun ham tezroq qishloq topsam, kechda o'tkazib olaman, sababi kechqurun yurgandan foyda yo'q. Sababi hozir ovqat zaxiram ham kam, shuning uchun qishloq kerak. Ham ovqat zaxiram yo'q vaqtda, kravatim ham yo'q vaqtda kechasi qiynalib qolishim aniq, sababi kechasi ovqat bo'lmasa zombilar bilan urushganda albatta zombi hech bo'lmaganda 2 ta yo 3 tagina jonimni olsam qorn albatta ochadi. Nima bo'ldi? Kema. Tezroq ishga borish kerak. Okey, endi bitta bir amallab kirib olish kerak bo'ladi. Kattagina. Qolib bus-butun ekan kema, bus-butun. Bus-butun kema topdim. Qanday? Nima degan gap? Bus-butun kema. Peki bir amallab tushib olish kerak endi. Surprise, motherfucker.
Yeah, what the heck, bro? Creeper. Turgan joyini qoldi. Qoch, tepaga chiq. Hozir o'lasan, chiq tepaga. Ana. Oh, birovlar chiqa olmay. Creeper o'tirgan joyini qaranglar-da, kirisa. Tush kerak. Sandoqdan darrov narsalar olib surish kerak. Davay. Kir. Ol. Ol hammasini ol. Tez. Tez ol. Bir sur. Surish kerak. Voy, hozir o'laman voy. Oy, Xudoga shukr. Voy, o'lishim ozgina qoldi-yu. Oh. Narsalar yeb olish kerak endi. Jon to'ldirib sekin suraverish kerak. Ozgina qoldi. Anti creeper turib qana la'natlangan ekan bu. O'lishim ozgina qoldi. Creeper problem emas u creeper. Creeper problem emas. Creeperdan suv tagida qutulsa bo'ladi, lekin shum qo'rqib ketadi odam. Pedro olish kerak, tezroq hamma narsani surib olib ketish kerak. Qog'ozlar birdan qimmat. Yana o'lmay. Xudoga shukr bu safar. O'lishga yaqinam borman. Hali yarimta jonim, bitta jonim ketdi xolos. Tezroq borish kerak, bo'lmasam bo'lmaydi. Xolos, creeper problem emas. Creeperda suv tagida qutulib qolsa, oson qutulib qolsa bo'ladi. Creeper chiqa olmaydi-ya, bitta tiqilib qolgan, lekin o'lishimga shug'ul, o'laman, chiqqanimcha o'laman deb o'yladim. Birinchi navbatda feather falling, ya'ni sekin qulash qilingan oyoq kiyimni kiyib oldim. Keyin buni ichib, mana sho'rvani, ya'ni sirli sho'rvani ichib ko'rdim, random sho'rvani ichib ko'rdim va hishdan musor narsa ochlik effektini 2 sekundga berdi. Nima kerak bu savolda? Ochlik effektini 2 sekundga bergandan nima foyda? Shuning uchun ham g'alati. Xullas, yana tezroq bo'lish kerak. Xo'sh, endi biromalab surish kerak. Xullas. Madroq surish kerak, qiziq joyi yo'q betlarda. Cho'llarga qishloq topish osmoni katta, lekin qishloq topish nima? Shuning uchun cho'llar yurish kerak. Piramida topib olsam, lekin piramida topishga harakat qilib ko'rishim kerak lekin. Plus, bolalar men qishloq qidiraman qanchadir vaqt va agar qishloq topsam sizlarga xullas qishloq topgunimcha qanchadir vaqt o'tadi, o'shani pauza qilib turaman bolalar. Keyin videoni yoqaman. Bolalar men hayotdagi mana soatda 20 minut vaqt sarflaganim uchun qishloq topolmadim va men qo'y o'ldirib shunchaki bittadan ketishga, ya'ni mashitda vaqtinchaga baza qurib turishga qaror qildim va mana yerda kakis kravatim yo'q edi, mashitda qo'ylar bor ekan, kravatni o'rniga qishloq topganim yo'q, lekin hech bo'lmaganda mashitda baza qurib olaman. Baza emas, endi kichkina uycha qurib olaman mashitda yotgani hozircha faqat. Yanagi qismlarda albatta qishloq topaman va modlar ham o'rnatib ko'rish harakat qilib ko'raman. Xullas. Albatta modlar o'rnataman, aytganimdek. Bu qiziq video bo'ladi. Keyingi qism albatta qiziq video bo'ladi. Xullas, bu qism tezroq mana shu qismni yakunlasak, hozir normalniy bo'lib qoldi. Xullas, normalniy bo'lib qoldi. Vaqt o'zi menimcha tugatsam ham bo'laveradi, bolalar. Tugatsam ham bo'laveradi menimcha. Unda bolalar, videomiz ham shu joyda tugadi va ko'rganingiz uchun rahmat. Albatta bu qismda baza qurdik, kichkina bo'lsa ham keyingi qismda ko'rishguncha xayr.